Nima uchun sud meni 8 million shtraf qildi? Va bugun sizlar bilan haqiqiy dubayskiy shokoladni birinchi marta raspakovka qilib yeb ko'ramiz. Buxorodagi hamma magazindan dubayskiy shokoladlarini olib ko'rdim, lekin aynan Dubaydan keltirilgan o'sha shokoladni birinchi marta hozir yeb ko'ramiz. Apam Dubaydan o'zlari olib keldilar. Ishqilib, sizlarga maslahatim, har xil videolarga endi like bosishni to'xtatinglar. Men o'ylagandim bu gap noto'g'ri deb, yo boshimga tushgandan keyin uje bilibmanki, bu gap to'g'ri. Bitta like bosganim uchun meni 8 million shtraf qildilar. Va biz buni ochamiz. Videolarga ko'rardim, shunday havasim kelardi, prям qanaqa bo'lsa deb. Da-da-da-dam. Oh, hechasiga o'lay, yoqadimi, yo'qmi bilmayman lekin. Bu yog'ini uydagilarga beramiz. Ana ichi bachalar. Men o'ylagandim, ichi bir suvchalik bo'ladi deb to'g'risi. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'risini aytaymi? Hozir shunaqa shokolad, ana shunaqa shokolad. Magazinga 200 qancha, qariyb 300 ming turibdi. Kichkinalari 50 mingga ham, 100 mingga ham, 70 mingga ham bor. O'sha kichkinalarini olaveringlar. Men kutgan narsa emas ekan. Bamaza, zo'r, вообще vau ta'mi. Lekin o'zimizni odamlar tayyorlayotgan kichkina dubayskiy shokoladlar bilan bir xil ta'mi. Даже bizaniki bundan ham sochniroq. Menga o'xshab originaliga uchmanglar.